Birinchi savol. 1996-yil O'zbekistonda Amir Temur yili deb e'lon qilingan edi. To'g'ri, noto'g'ri? Javob to'g'ri. Ikkinchi savol. Amir Temur xiyobonida joylashgan Amir Temur haykali taniqli haykaltarosh Ilhom Jabborov tomonidan yasalgan va 1996-yilda shahar aholisiga taqdim etilgan. To'g'ri, noto'g'ri? Javob noto'g'ri. Aslida bu haykal 1994-yilning avgust oyida o'rnatilgan. Uchinchi savol. Samarqand va Shahrisabzdagi Amir Temur haykallari 1996-yil 18-oktyabr sanasida tantanali ravishda ochilgan. To'g'ri, noto'g'ri? Javob to'g'ri. To'rtinchi savol. 1996-yil 26-aprelda ta'sis etilgan Sohibqiron ordeni yurtdoshlarimizga davlatchilik, me'morchilik, ilm-fan, adabiyot va san'at, shu jumladan harbiy sohalarni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi uchun beriladi. To'g'ri, noto'g'ri? Javob noto'g'ri. Aslida bu orden Sohibqiron emas, Amir Temur deb nomlangan. Beshinchi savol. Amir Temur Shoh ko'chasi Toshkent shahridagi Mirobod, Yunusobod va Mirzo Ulug'bek tumanlari hududidan o'tadi. To'g'ri, noto'g'ri? Javob noto'g'ri. Amir Temur Shoh ko'chasi Mirzo Ulug'bek tumani hududidan o'tmagan. Oltinchi savol. Toshkent, Shahrisabz, Farg'ona, Nukus shaharlarida hamda Toshkent viloyatining Qibray tumanida Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari faoliyat yuritmoqda. To'g'ri, noto'g'ri? Javob to'g'ri. Yettinchi savol. O'rta Osiyo me'morchiligining noyob asari Go'ri Amir maqbarasi qurilishi Amir Temur buyrug'iga asosan 1403-yilda boshlangan va Mirzo Ulug'bek davrida tugallangan. To'g'ri, noto'g'ri? Javob to'g'ri. 8-savol. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida joylashgan me'moriy yodgorlik Oqsaroy majmuasi 10 yil davomida qurilgan. To'g'ri, noto'g'ri? Javob noto'g'ri. Manbalarga ko'ra, aslida bu majmua 20 yil davomida qurilgan. 9-savol. 1996-yil 18-oktyabrda ochilgan Temuriylar tarixi davlat muzeyining balandligi 31 metr, diametri 70 metr. Unga 500 ta yoritgich o'rnatilgan. To'g'ri, noto'g'ri? Javob to'g'ri. 10-savol. Toshkent metropolitenidagi Amir Temur xiyoboni bekati atrofida Amir Temur xiyoboni, Toshkent davlat yuridik universiteti, O'zbekiston mehmonxonasi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi hamda O'zbek milliy akademik drama teatri joylashgan. To'g'ri, noto'g'ri? Javob noto'g'ri.
sanab o'tilgan manzillar ichida O'zbek Milliy akademik drama teatri Amir Temur xiyoboni bekati atrofida emas, Navoiy ko'chasida joylashgan.